Bitta toifa odam borki, Alloh azza va jalla duo qilsa duosini qabul qilmaydi, gunohdan poklamaydi. Rasulullohning gaplari. Bir toifa odam borki, Alloh azza va jallaga duo qilyapti, duosini qabul qilmayapti. Gunohdan ham poklamayapti. Kim u toifa? Aka, uka, opa, singil yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Bitta qorindan talashib tushib, bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan toifa. Qatur rahim deydi. Silay rahimni uzib, kesilib qolgan. Men bu yuzni bugun olib qo'yish kerak. Qo'ying bu dunyoni. Ertaga o'tamiz, ketamiz hammamiz. Mayli o'sha akamizdan ayb o'tgan, mayli ukamizda o'zi ayb shunday. Opa singlimizda ayb, tog'a xola ammamizda ayb. Shundoq bo'lsa ham bugun men bu yuzni olib qo'yib, aka uzr, kechirgin. Amma xola kechiring, meni bir og'iz bo'ldi. Orani isloh qilib olish kerak. Hukm juda ham og'ir, juda ham qattiq hukm. Siyla rahimni uzgan jannat kirmaydi dedilar Rasululloh. Bugun orani isloh qilish kerak. Bugun kechirib yuborish kerak. Shunchaki kechirib yuborish kerak. Bugun orani isloh qilish kerak.